Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Amerikaga norozilik bildirdi. Amerika ovozining 1-iyundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Amerikaning Xitoyga yurgizmoqchi bo'lgan embargoga qarshi norozilik bildirgan. Xabarda Amerikaning Xitoyga yurgizmoqchi bo'lgan embargo qarori e'lon qilinib, bir kun o'tgandan keyin o'tirg'a chiqib, Amerika hukumatining paketlarini burmilganligini, Amerikaning jazolash tadbiri Xitoyning ichki siyosatiga aralashganligini, Amerikaning jazo plani Xitoyning ichki siyosatini o'zgartirmaydiganligini bildirgan. Xabarda Xitoy yana tahdid silib, Amerika diqqatini o'z masalalariga markazlashishning o'rniga nimishqa boshqalardan og'rinib yuridi, nimishqa boshqalarga hujum qiladi degan savollarni qo'ygan. Xabarda yana Amerikaning Dunyo sahiyat tashkiloti bilan bo'lgan munosabatini to'xtatish qarorining aqlga sig'maydiganligi, Amerika siyosiy yo'llariga Hong Kongga aloqador masalalarga inkas qaytarishdan ilgari yana bir qatim o'ylanishi kerakligini, Amerika siyosiy yo'llari ishlatgan jumlalarning bir kuni ularga yonadiganligi haqida tahdid solgan. Xitoy xabar agentligi Xinhuaning xabarlarida Hong Kongning yer shari va rayonlik pul muomala markazi va savdo markazi bo'lish sifati bilan Amerika uchun muhim iqtisodiy qimmati bor ekanligi, Oqsaroyning Hong Kongga qaratgan jazosi boshqalarga ziyon yetkazish bo'lib, o'ziga foydasi yo'q ekanligi bildirilgan. Mike Pompeo Xitoy g'arb demokratiyasi va qimmat qarashini vayron qilishga niyat bog'ladi dedi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning g'arb ideologiyasi, demokratiyasi va qimmat qarashini vayron qilish niyatiga kelganligi, uning amerikaliklarni xatarga ittirayotganligini bildirdi. Bu Mike Pompeoning hozirga qadar Xitoyga qarata qilgan aniq va keskin tanqidlarining biridir. U bu so'zlarni 31 may yakshanba kuni Fox xabarlari kanalining muxbiri Maria Bartimoraning ziyoratini qabul qilganda ta'kidladi. Bu uning Amerika prezidenti Donald Trump o'tgan juma kuni Xitoyga qarata olgan ba'zi qarorlarini e'lon qilgandan keyin tunji qatim Xitoy haqida to'xtalishidir. Mike Pompeoning bildirishicha, navbatda Xitoy soxta uchur tarqatish, butun dunyoda qalaymaqonchilik paydo qilishda texmi zo'ravonlashmoqda ekan. U hozirgi Xitoy kompartiyasi buningdan 10 yil burunqidan butunlay farqlandi. Hozirgi kompartiya o'zini g'arb ideologiyasi, g'arb demokratiyasi, g'arb qimmat qarashini vayron qilishga niyat bog'lagan kompartiyadir. U amerikaliklarni xatarga ittarmoqda degan. Pompeoning ta'kidlashicha, Xitoyning tahdidi uning aqliy mulk o'g'irligi, Xitoy virusi yuqumi mazgilda diqqatni burashga urinishi, Hong Kongni kontrol qilishni kuchaytirishi qatorliq jihatlarda ifodalanmoqda ekan. Amerika prezidenti Donald Trump o'tgan juma kuni Dunyo sahiyat tashkilotidan chekinib chiqqanligi va Xitoyning Hong Kong bexatarlik qonunini chiqarishi sababli Hong Kongning alohida imtiyozli o'rnini bekor qildiganligini jakarlagan edi. Xitoy Amerikaning Hong Kong to'g'risidagi qaroridan o'ch oldiganligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi 1-iyun kuni Amerikaning o'tgan juma kuni e'lon qilgan Hong Kong masalasi va Xitoy o'quvchilar vizasi to'g'risidagi qaroriga inkas bildirib, uningdan o'ch oldiganligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijianning ta'kidlashicha, Amerikaning Xitoyning manfaatiga ziyon selishi Xitoyning buningga qarata taqobil turish tadbirlarini elishiga majbur qilgan ekan. Lekin u Xitoyning Amerikaga qarshi qanday taqobil turish tadbirlarini oldiganligini aytmagan. Xitoy xalq qurultiyi o'tgan hafta Hong Kongga qaratilgan Xitoy davlat xavfsizligi qonunini ma'qullagan edi. Prezident Trump o'tgan juma kuni bu qonunning Hong Kong xalqi uchun bir tragediya ekanligi, buning Hong Kongning Amerika bilan bo'lgan savdo sayohat, jinoyatchi almashtirish jihatlaridagi imtiyozini bekor qildiganligini e'lon qilgan edi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Zhao Lijian 1-iyun kuni Amerikaning qaroriga qarshi turadiganligini bildirib, bu qaror Xitoyning ichki ishlariga og'ir darajada aralashganlik. Bu Amerika-Xitoy munosabatini buzib, har ikki tarafga ziyon soladi. Amerikaning Xitoyning manfaatiga ziyon soladigan har qanday so'z harakati Xitoyning kaskin qaytarma hujumiga uchraydi degan. Prezident Trump o'tgan juma kuni Xitoyning yomon g'arizi dunyo miqyosida keng ko'lamli azob-uqubat va iqtisodiy ziyon keltirib chiqarganligini bildirgan. Shundaqla Hong Kongning erkinligiga buzg'unchilik qilgan Xitoy amaldorlariga qarata embargo yurgizganligini e'lon qilgan. Lekin u Hong Kongga aloqador qarorlarni qachon ijro qilishga boshlaydiganligi
va kimlarga embargo yurgizdiganligini aytmagan edi. Xitoy vatanimizda atalmış tuqqanchilik siyosatini davomli cho'nqurlashtiradiganligini bildirdi. Xitoy doiralari 2017-yildan beri atalmış Uyg'ur avtonom rayonida keng ko'lamlik yo'l qo'yib kelayotgan atalmış Millatlar Ittifoqligi tuqqanchilik siyosatini texmi cho'nqurlashtirishni talab qildi. Bu talab atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik partikom doimiy komitetining 31-may kuni chaqirilgan kengaytirilgan yig'inda o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy rejimi 2017-yildan boshlab Uyg'ur bilan Xitoy orasidagi atalmış qo'shma tuqqanchilikni olg'a surish nomida 1 milliondan ortiq Xitoy kadrlarini Uyg'ur oilalariga o'rinlashtirgan. Bu oilalarning nurg'unlarining oila boshliqlari 2017-yili boshlangan tutqunda lagerlarga qamalgan edi. Atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik partikomning kengaytirilgan yig'inda Chinchuango so'z qilib, bu siyosatni davomli cho'nqurlashtiradiganligini bildirgan. Tangritog' to'rining xabar qilishicha, Chinchuango partiyaning atalmış millatlar siyosatini umumyuzlik izchillashtirib, milliy territoriyalik avtonomiyani davomlashtirish va mukammallashtirib, atalmış millatlar ittifoqligi tuqqanchiligi va millatlar ittifoqligi birlashma faoliyatlarini kuchaytirish kerak. Shundaqla har qaysi millatlarning o'zaro berib kelish aloqasi va qo'shilishini davomli cho'nqurlashtirish kerak degan. Chinchuango yig'inda tuqqanchilik va nomrodlikdan qutqizishni o'z ichiga olgan 9 nuqtalik xizmat planini o'tirg'a qo'ygan. Lekin diqqat qilarlik yeri u 9 nuqtalik mazkur xizmat planida atalmış terrorlik va asabiylik masalasini tilga olmagan. Halbuki Xitoy rejimi 5 milliondak Uyg'urni lagerga qamab, Uyg'urlarning tili, madaniyati, diniy e'tiqodi va turmush usulini cheklashda atalmış terrorlik va asabiylikni bahona qilib kelgan edi. Indoneziya Xitoyga raddiya berdi. Fransiya Xalqaro radiosining 31-maydagi xabarda bildirilishicha, Indoneziya yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibiga maktub avatib, Xitoyning Janubiy dengizdagi egilik huquq da'vosiga raddiya bergan. Olimlarning aytishicha, mazkur maktub Xitoyning 9 bo'lak liniyasi hamda Janubiy dengiz ustidan egilik huquqi talab qilish da'vosining rad qilinishi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining Janubiy dengizdagi egilik huquq maydonini birlashtirishdagi muhim bir qadam ekanligini ko'rsatgan. Maktubda Indoneziyaning 2010-yili 7-oyda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga o'zining egilik huquqini bildirganligi, hozirmi o'zining ayni vaqtdagi maydonini qayta ta'kidlaydiganligi, Indoneziyaning 2010-yili Janubiy dengizning egilik huquq talash tortishidagi maydoni 2016-yillik Janubiy dengiz kesim qarori bilan e'tirof qilinganligi, Xitoyning Janubiy dengizning 9 liniyasida egilik huquq da'vosining xalqaro qonunda asosi yo'qligi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dengiz qonuniy ahdnomasiga xiloflik qilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, Janubiy dengiz talash tortish delosi Gollandiyaning Gagadagi mangulik kesim soti 2016-yili kesim chiqarib, Filippinning Xitoy ustidan qilgan 9 liniya haqidagi shikoyati qabul qilingan. Kesimda Xitoyning xalqaro dengiz okean qonuniy ahdnomasiga xiloflik qilganligi o'tirg'a qo'yilib, Filippin g'alaba qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Malayziya 2019-yili 12-oyda Birlashgan Millatlar Tashkiloti quruqliq Xoditosh chegarasi komitetiga Malayziyaning Shimoliy dengizdagi dengiz qirg'iqidan 200 dengiz miliga taxminan 370 kilometr uzartishga ruxsat qilishni talab qilgan. Benar News'ning doklatiga qaraganda, Malayziyaning taklifidan keyin Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkilotiga xat yozib norozilik bildirgan hamda Xitoyning Janubiy dengizning egilik huquqiga ega birdan-bir davlat ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Janubiy dengizning egilik huquqining asosiy tabiiy yer shakli bo'lib qolmasdan, balki tarixiy o'rnimi muhim ekan. Filippin va Vyetnammo Birlashgan Millatlar Tashkilotiga Xitoyning tashabbusiga qarshi norozilik bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Indoneziya xitida Malayziyaning taklifi va Filippin va Vyetnamning Xitoyga qarshi noroziligi to'g'risida 2019-yili 12-oydan 2020-yili 4-oygacha bo'lgan oralikda uqtirish topshirganligini tilga olgan. Indoneziya Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dengiz qonuniy ahdnomasining bir a'zosi bo'lib, bu jihatda Indoneziya Janubiy dengizdagi maydonini qayta ta'kidlagan. Igilnishicha, bu vaqa Sharq Janubiy Osiyo ellari ittifoqiga a'zo davlatlarning tunji qatim Janubiy dengiz kesim qarorini oshkora qo'llashi bo'lib, Filippin va Sharq Janubiy Osiyo ellari ittifoqining Janubiy dengizdagi egilik huquq maydonida Xitoyga qarshi birlashish ustida izlanishda muhim asos solgan. Qo'rchoq amaldor Mutallib Ro'zi xalqaro jamiyatni aldashga urinmoqda.
Xitoy Yer shari gazetining bugungi xabarda bildirilishicha, Sharq Turkistondagi atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik sahiya idorasining mudiri qo'rchoq amaldor Mutallib Ro'zi muxbirlarni kutib olish yig'ini ochib, lagerda sababsiz tutib turilayotgan tutqunlar hamda muhojiratdagi tashkilotlar haqida qalaymaqon bildirlab, xalqaro jamiyatni aldashga urindi. Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan bostirish, qirg'in qilish, islom dini va musulmonlarga qarshi siyosatlari xalqaroda pash bo'lib, xalqaro jamiyatdagi bir qism hukumat va hukumatsiz tashkilotlarning Xitoyni ayblishi barg'ancha kuchaydi. Xitoyning temir tapini ostida qirilib ketayotgan Sharq Turkiston xalqining unsiz nolisini bilib yetgan insoniy tuyg'usi o'lmagan davlatlar hamkorlashib, Xitoyga embargo yurgizish haqida qiziq muzokara qilishga boshladi. Sharq Turkiston xalqini terror tuhmati bilan ujuqtirsak, hech kishini aralashmaydi deb chotni xam soqqan Xitoy doiralari xalqaro jamiyat tarafidan kelayotgan ayblashlardan cho'chib, eng oxirgi hiyla-nayrang hamda yolg'onchiliklarni ishga solish uchun bu qatim qo'rchoq amaldor Mutallib Ro'zi bilan qo'rchoq amaldor Rahmonjon Davudni o'tirg'i chiqardi. Qo'rchoq amaldor Mutallib Ro'zi muxbirlarga bildirlab, Xitoy doiralarining Uyg'urlarni ishga o'rinlashtirib, namratlikdan qutuldirish hamda tarbiyalash markazidagi kishilarning turmushini qo'g'dash va yaxshilash tadbirlarini yo'l qo'yganligi. Aksicha chet eldagi Sharq Turkiston kuchlari Xitoy virusni bahona qilib musulmonlarni yo'qotyotdi. Tarbiyalash markazida virus bilan yuqumlanuvchilar ko'payib ketdi degan gaplarni tarqatdi degan. Axborot e'lon qilish yig'inida yana atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy ishlar idorasining mudiri qo'rchoq amaldor Rahmonjon Davud xalqaro jamiyatdagi danglik axborot organlarining xabar qilishi hamda inson haqlari organlarining isbotlashi orqali allaburun isbotlanib chiqilgan Xitoy doiralarining Sharq Turkiston xalqini majburiy emgakka selish, haq bermay qul o'rnida emgakka selish, yurtidan surgun qilish qatorliq jinoyatlarni inkor qildi. Hamda Xitoy doiralarining bu yil Sharq Turkiston xalqini namratlikdan qutuldirishni asos qilgan siyosatlarni yo'l qo'yganligi haqida bildirlab, paketni burmalash orqali haqiqatni yolg'onga chiqarib, xalqaro jamiyatni aldashga urindi. Xitoy va uning qo'rchoqlari haqiqatning nurini yapolmaydi. Haqiqat nuri hamon zulmatni yerib, tunni oxirlashtiradi. Mustafa Dastiga Turkiya Xitoyga Sharq Turkistondan chiqib ketmasang, munosabatimni o'ziman deyishi kerak dedi. 27 may kuni 2020-yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasi Amerika Avam palatasidan 413 ovoz bilan ma'qullikdan o'tgandan keyin Turkiyadagi Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bildigan ba'zi partiya, bir qism parlament a'zolari, hatto turk ommasi, ommaviy aloqa torlari, ijtimoiy va ilmiy faoliyatlarda Turkiya Uyg'urlar bilan qarindosh va dindosh bir davlat bo'lish sifati bilan Amerikadan burun bundaq bir qonun chiqarishi kerak emasmidi? Nimishqa undaq qilmadi? Endi Turkiya hukumati nima qilishi kerak deganga o'xshash savollarni o'ttirg'a qo'yishga boshladi. Bu haqda Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilgan Buyuk Birlik partiyasi raisi Turkiya parlamenti a'zosi Mustafa Dastiga apandi Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyat to'g'risida Turkiya parlamentida jiddiy yig'in o'tkazib, Xitoyga agar Sharq Turkistondan chiqib ketmasang, diplomatiyalik munosabatimni o'ziman deyishi kerakligini ilgari surdi. U oldi bilan Amerika Avam palatasida ma'qullikdan o'tgan Uyg'urlar to'g'risidagi kishilik huquq qonun loyihasiga qanday qaraysiz degan savolga javob berib, bu kunlarda oldi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari Kengash palatasida, orqadan Avam palatasida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur turklariga qarshi elib berayotgan inson haq va huquqlari dafsandichiligiga qarshi 2020-yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasining ma'qullikdan o'tishi intayin muhim. Bu qonun loyihasini Amerika Qo'shma Shtatlari emas, balki demokratiya bilan boshqarilayotgan har qaysi davlatlarmi ma'qullikdan o'tkazsa, u davlatni qo'llaymiz. Bugungi kunda Xitoy bosqinchilari Sharq Turkistonliklarga zulm elib beryapti. Afsuski, Turkiyada ba'zi kishilar bosqinchilarga qarshi turish deganda faqatla Amerikaga qarshi turish deb tushundi. Bu xato ko'z qarash. Biz Rus va Xitoy bosqinchilariga qarshi turishimiz kerak. Shunga biz Amerika Avam palatasida ma'qullikdan o'tgan Uyg'urlar to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llaymiz. Mustafa Dastiga apandi aslida Amerika Qo'shma Shtatidan burun Turkiya parlamentida bundaq bir qonun loyihasi chiqqan bo'lsa yaxshi bo'lganligini ta'kidlab mundaq dedi. Turkiya Amerika Qo'shma Shtatlaridan burun mushundaq bir qonun loyihasini ma'qullagan bo'lsa, hatto Xitoyga embargo elib boradigan bir qaror ma'qullagan bo'lsa, bu Turkiyaga yarashadi. Turk xalqining orzusimi mushundaq, Xudo buyursa oldimizdagi kunlarda bumi bo'lar. 6-oyning 2-kuni Turkiya parlamenti xizmat boshlaydi. Parlamentda Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyati va Amerika Avam palatasida ma'qullikdan o'tgan qonun loyihasi to'g'risida ma'lumot beramsiz degan savolga javob berib, biz Buyuk Birlik partiyasi Turkiya parlamentida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida
va parlamentdagi umumiy yig'inda bularni o'tirg'a qo'yibli qolmasdan Turkiya parlamentini va Turkiya hukumatini kuchimizning yetishicha bu haqda bir ishlar qilishga undaymiz va boshlamchilik qilamiz deb javob berdi. Mustafa Dastiga apandi suhbat jarayonida undaqda Turkiya hukumati nima qilishi kerak degan savolga javob berib mundaq dedi. Bu zulmga qarshi Turkiya hukumatining sukutni buzishini va jiddiy pozitsiya bildirib, Armeniya Qorabog'ni besib olgandan keyin Turkiya hukumati Armeniya bilan diplomatik munosabatini uzgan bo'lsa, Xitoyg'imi o'xshashla agar sen Sharqi Turkistondan chiqib ketmasang, sen bilan bo'lgan diplomatik munosabatimni o'ziman deyishi kerak. Amerika qo'yib bergan ajdaho kapsuli Xitoy Mongoliya chegarasi osmoniga joylashdi. SpaceX'ning ajdaho kapsuli Amerikalik olam uchquchisi Doug Hurley va Bob Behnkenni elib xalqaro olam qatnashi stansiyasiga yetib bordi. Ajdaho kapsulining UUIGT va olam uchquchilarining yordamisiz avtomatik holda xalqaro olam qatnashi stansiyasiga chaplanganligi bildirildi. Bu xalqaro olam qatnashi stansiyasiga chaplanishning Xitoy Mongoliya chegarasi osmonida 422 kilometr egizlikda ishga oshganligi bildirildi. Harley bilan Behnken xalqaro olam qatnashi stansiyasi UUIda Rossiya va amerikalik xodimlar bilan ko'rishishdan ilgari besim va iqib ketish tekshirishlarini elib berishi kerak. SpaceX'ning ajdaho kapsuli tunugun Amerika Avasiya va olam qatnashi idorasi NASA'ning Floridadagi Kennedy olam bo'shliqi markazidan muvaffaqiyatli holda orbitaga avatilgan edi. Qo'yib berilish jarayoni Amerika Avasiya va olam qatnashi idorasi NASA va SpaceX'ning ijtimoiy aloqa hisoblaridan boshqa yana nurg'unlagan Amerika televiziya kanallarida naq maydondan ulab tarqatilgan edi. Turkiyada Xitoy virusi bilan qazo qilganlarning soni ko'rinarli tövalladi. Türkiye Cumhuriyeti Səhiyyə Ministeri Fahrettin Koca 2 iyun bir gün ichida Xitoy virusi bilan 23 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 31527 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 827 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 164769 ga yetganligini, bir kun ichida 23 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4563 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə Ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 974 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 651 bemorning kasalning og'ir ekanligini, qazo qilganlarning soni uzluksiz tuvalliganligini, Xitoy virusi Turkiyada boshlangandan beri virus bilan yuqumlanib salomatlikka asliga kelgan bemorlar sonining 130 mingga yaqinlashganligini, kesili og'ir bemorlarning soni barg'ansiri tuvalliganligini, bundan keyingi kunlarda qo'l pokizligiga diqqat qilish, maska taqash va ijtimoiy munosabatlarda orliq saqlash qatorliq 3 tadbirga sal qarashga bo'lmaydiganligini, yaxshi tadbir yaxshi natijaning belgisi ekanligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.